Alaykum barchaga aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Avex Motors jamoasi Janubiy Koreyadan bugungi sotuvimizda BMW 420i 2022-yilda ishlab chiqarilgan, atigi 46 000 kilometr masofa bosib o'tgan mashinamiz. Bu mashinamiz tashqi holati juda ham chiroyli, hech qayerda kraskasi yoki pitno, sarapinalar yo'q mashina. 18 dyumli diskalar bilan qoplangan, 360 kamera, bezключевой доступ, ajoyib sistemadagi panorama tom, ichki salon qismiga qaraydigan bo'lsak, juda ham full komplektatsiyadagi salon hisoblanadi. Elektr o'rindiqlar, dual climate control, ambient light, jigarrang salon, M-rule va kamera sensorlar o'zgacha ko'rinish berib turgan mashina hisoblanadi. Mashinamiz orqa tarafida ham o'ziga xos iDrive'larga xos ko'rinish berib turibdi. Ushbu mashinamiz hozirda Janubiy Koreyada Toshkent CIP narxi $52 000 deyapmiz. Yana kelishtirib chiroyli qilib narxlarda jo'natib beramiz. Kimda kim shunaqa turdagi mashina kerak bo'layotgan bo'lsa, Avex Motors aloqada. Salomat bo'linglar. Biz ketdik.